WhatsApp bilan sizlar bilan har doimgidek zero. Bugungi videomizda har doimgidek Adinblock o'ynaymiz. Qani bo'lmasam, video boshlanishdan oldin like va obunalarni bosib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam, biz videomizni boshladik. Xo'sh, negerlar, короче, men buni koddiga tiqib ketgan bitta creeper bor. Men ham koddiga tiqqan va bu yerda men ferma qurdim, ozgincha kadr orqasida va buni to'g'irlab qo'ydim. Kelyapti, chunki xunuk ko'rinyapti. Xo'p, o'zingizlar yaxshimisizlar? Qorachig'inglar yaxshimi? Yuribsizlarmi tinchgina? Короче, men fermani almashtirmoqchiman. Ferma endi boshqa joyda bo'ladi. Bunaqa joy bo'lmayapti. Shota bu mana bu yerga agar bilsanglar sinib qo'yib qo'yadi. Ham bizda taxta qolmagan, ham ma'murlarda juda ko'p ishlarni o'ldirish kerak. Qanday o'ldirish kerak shuni bilmayapman-da. Bittasini shunday qilib orqamdan qo'yadi. Butun og'zi bilan qo'yadi. Shunda xayr deb qilsam o'lib ketarmikan? Tushdi, bittasi tushdi. Kanalimizga like va videomizga like bosib qo'yinglar. Kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bu juda ham foydali bo'lgan bo'lardi. Bizga ham yordam va kanal rivoji uchun hissangizni qo'shgan bo'lardingiz. Xo'sh, endi qaysidir yo'q. Endi kutmaymiz uni rosa ko'p qilamiz. Adinblockni qazib birinchi navbatda qaysidir o'zi Adinblock o'shani topib olish kerakda. Shumi? Jim, bo'ldi. Qani bo'lmasam biz boshladik. Biz 100 ta bo'ldi. Avvaliga rahmat. Endi maqsad 200 ta. Endi qilolmaysan zero desanglar, endi sekin hammasi yaxshi bo'lib ketadi, jigarlar. Endi maqsad 200 ta, keyin 300, 400 va oxiriga 1k, 2k, 50k. Shu bilan sekin kanalimiz rivojlanishni boshlaydi. Obuna bo'lib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Hammaga salom, kimga salom bermagan bo'lsam. Lekin shu bola obuna yoki qiz yoki opa yoki uka yoki aka obuna bo'lmasdan ko'radi-da. Endi aka yoki opa shuni tirsa shunaqasiga bosing. Badishga joyi lekin. Xo'sh, endi buni otvorib invertorga olindi. Butni to'g'irlash kerak-da bilan. Butni to'g'irlash kerak. Sekin butni xarta turgan ekan. Nima edi? Xarta qiyinda turgan ekan. Sekin sложныйga sekin o'tkazib oldik. Chunki biz hardga o'ynab o'rganmaganmiz. Hardcore video chiqarmoqchiman. Kim nima desin? Hardcore video yaxshi bo'lsa kerak-a? Nima deysizlar, jigarlar? Biz 100 ta bo'ldik. Aytdim, tabriklar. Telegram kanalimiz bor. Bilsanglar kerak deb o'ylayman. Chunki bizning barcha obunachilarimiz o'sha yerda. Bu yerdan 5 tasini olib qo'ysak, o'zingizlar yaxshimi? Yuribsizlarmi tinchgina? Nima deysizlar? Manda tinch o'qish deb yuribmiz-da. 11 kun yoki 10 kundan beri video chiqmayapti, chunki o'qish bilan men bandman. What the fuck? Qanaqa zombilar yana bostirib keldi. Kallasiga uray.
Jiminglar, men ham sizlarga tegmayman. Ana aqlli qiz ekansizlar o'zi. Uni sizlar bolarsizlar. Sizlar negirsizlar. Bizda 100 ta negr bo'ldi. Tabriklaylar, bizda axir 100 ta negrlar bo'ldi. Juda ham buni ko'rish juda ham maroqli. Chunki 100 ta birinchi kanal ko'p kanallar ochganman. Nimadirlar? What the fuck? Qo'rqib ketdim, marasi. Nima deyaptim? Ha. Men o'ldiraman, sizlar esa gapimni tinglang. Ko'p kanallar ochganman, 100 ta bo'lmasa nimadirlar bo'lib ketgan, o'chib ketgan. Birinchi 100 ta yoki bilmadim, esimdan chiqqandir, qanchadir. Creeper ajalim mening. Creeper yugurib keldi. Sakradim. Men farqi yo'q, sakrash kerak shunaqa payt. Inventarylar, mana inventarim to'la, faqat shunaqa paytda inventar ochiq tursa yaxshi jigarlar. Yaxshimisizlar o'zi? Yaxshimisizlar? Yozsizlar maktabda. Men ingliz tili bilan rus tilini o'rganyapman. O'shaning uchun nima ko'p video chiqmayapti. Agar kursim bo'lmasa, bilsanglar, juda ham aktiv bo'laman men. Har kuni bittadan yoki ikkitadan video chiqarib turaman. To'xtang. Qo'shi ana. Serдце моё, да дорогой degan musiqalar aytib boradigan darajada bo'lyapti. Bularni endi ferma qilish kerak-da, jigarlari. Nima deysizlar? Faqat bitta daraxt, ko'p daraxt ekib qo'ymasak, eski fermamizga cho'ta daraxt hosil bermayapti. Bu yerda esa bizning narsa fermamiz. Gapimni har doim deyman, yana kasalman. Nima deyishni ham bilmayman. Oddiy o'zimni suhbatimni davom ettirmoqdaman. Xo'sh. Bu yerda bizga yana kerak. Yashil don kerak, don yo'qmi deyman. To'q shunaqa don yeydimi? Men bilmas ekanman, agar yesa yaxshi. Yorgon. Ke. Marashchiga. Ke. Kis. Beraveramiz. Bizga farqi yo'q. Nima? Endi dudush bo'lib ketdi. Men buni faqat ochiryapman. Endi bizga yana kerak. Mana non yasaydigan. Skeletbek. Qalaysiz jigarim? Shunday ertalab qilsiz. Вообще sizni o'rtalaringiz ham asabga tegayapti. Hamma butun armog'i asabga tegayapti. Bilasizmi shuni? Ko'p kaltaylayman o'zim sizga o'lib ketasiz-da. Kim o'lcham? Ke qo'yacağım. Chiqib ketma jinni. Doktordan bo'lgan. Ke kis kallenga yo'q, mana beraman. Lamalarni endi bir ahvol qilish kerak. Lamadan biz shahsat qilamiz. Nima? Yo'qoldi, yo'qmayapti. Tuflading basharangga. Men sen basharangga tuflayman. Tezroq daraxt o'stirish kerak va tezda videomizni tugatamiz. Ustiga 9 minutlik video bo'libdi. Men 15 yoki 20 minutlik video qilaman.
chunki unchalik ko'p video qila olmayman. Agar yana ko'rgili kelayotgan bo'lsa, albatta kanalimga kirib, eski videolarimni, mazza va maloqli, kulguli videolarimni ko'rishingiz mumkin. Nimaga Azizxo'ja bilan video chiqmayapti desanglar, Azizxo'ja albatta Buxoroga ketgan. Cheksiz ovqat. Jigarim. Sen bo'lsang bo'ldi. Boshqasi kerak emas, jigarim. Sen bo'lsang bo'ldi. Sen bo'lsang bo'ldi, jigarim. Sal ichkariroq olib kiraylik, mana beraman. Bu afshinda, bu cheksiz ovqat degani, bilmaganlar bilsa, hozir biz yasaymizda, nima desam, sho'rva qo'yiladi-yu. Bonka. Bonkani yasab, albatta buni sho'rvasini tatib ko'ramiz. Bizga unchalik oziq-ovqat kerak emas, chunki biz bitta o'lsak tamom. Aytgancha tez narsalarimiz o'sish uchun bizga urug' berildi. 27 ta naqd 27 ta. Cho'q. Ona. Qaranglar, sizlar bitta zo'r lavhaga o'rgadim. Bittasiga ikkita tez. Farod qildi. Bo'ldi. Shu. Endi daraxt chopamiz. Daraxt chopib bo'lgunimcha sizlar pauzada o'tirib turasizlar. Bye. O'shigalla men chopib bo'ldim va qo'rqib ketdim men bundan. Shu narsalarni terib olamiz. Mana siz chopib oldim va nima desam, bunaqa holizlarimga qarashni boshlayman, chunki menga juda ham bular foyda keltiradi. Bo'ldi. Endi oplashimiz va yana qaytadan ekib chiqamiz. Bizda shuncha hosil qotga ketdi. Tushib ketdi. Shuncha hosil tushib ketdi. Buni farqi yo'q. Yana qaytadan ekib qo'yamiz. Mana birinchi navbatda tushirdik. Va videomiz 12 daqiqalik. Biz ferma yaratmoqchi edik. Ferma. Barcha taxtalarni maydalab keraklik 40 ta yana bo'libdi. 99 plyus juda ham ko'p daraxtim bo'lar ekan. 2 stakdan oshsa kerak. 2 stakdan oshadi 100 talik. Xo'p. 2 stakdan oshi aniq 3 staku yarim da bo'lsa kerak. Hop, endi bo'ldi. 24 ta bo'lar ekan. Menimcha, 24 ta emas. 32 ta bo'lar ekan. Endi bularni undan ham maydasiga qilamiz. Nima deydilar? Bularni maydasiga qilamiz. Chunki juda ham ko'p fermalarga kerak bo'ladi bular. Juda ham ko'p fermalarga kerak bo'ladi bular. Bularning hammasiga jam bo'lib 2,5 bo'lsa, bulardan demak 3,5 bo'lsa kerak. Bo'ldi. 3 staku. Hozir 3 staku hozirda 60 ta. Başta 4 stak. Endi men bundan joy qurib, albatta ishimizni boshlaymiz. Xo'sh. Shuni qo'ysak, 1 2 3 4 5 bo'lsa 1 3 4 5 Oldu, bo'ldi. Fermamiz tayyor bizda.
Qanaqa ferma? Daraxt ferma emas. Daraxt fermaga hozircha bizga bor. Bo'ldi. Daraxt ferma qurmoqchiman. What the fuck? Mana bu nima ekan? Suv ekan. Suv shu yerda qolibdi. 01 ga. Necha qaranglar 01 ga. Endi bunaqadan qo'yib chiqamiz. Xo'sh, endi bunaqadan qo'yib chiqsak. Endi bunaqadan. Yana bunaqadan stilni bo'ladi bu, короче. Kecha kommentga hech kim yozmabdi. Berinasizlarmi? Shunchalik jomisizlar. Shuni ertalab qilib yomg'ir tugatsa ancha sizlarga ham yaxshi bo'lsa kerak. Chunki yomg'irda sizlar hech narsani ko'rmasizlar. Bo'ldi. Endi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, mana buncha kichkina fermachilarni nima qilasan? Bo'tga hech narsa yetkazib bo'lmaydi-yu deya ahmoq deyotganlar. O'zinglar ahmoqsizlar. Menda bunaqa narsa bor axir. O'tgan qismda ko'rmaganmisizlar. Bular hammasini o'stirib, katta qilib meva, cheksiz ovqat qilsa bo'ladi-ku. Shundan biznes qilish kerak, biznes. Biznesdan katta daromad keladi. Xo'sh, endi daraxt ferma qilsak bo'ladi. Albatta daraxt ferma qilamiz. Voy, men parazitlar ko'payib ketganini oldidan hozir katta qilib yana quramiz. Daraxt ferma. Xo'sh. 1 2 3 bo'lsa 1 2 3 bo'ldi, короче, ketadi yog'i. Ancha bunchaga yetmaydi daraxt. Shu bo'ladi. Ras. Bo'ldi, короче. Ras, dva. Bitta. Shunday bitta, ikkita, 2 blok masofa, mayli 3 blok masofa qilamiz har bittasiga. 2 3 bitta. 1 2 hozirda 1 2 3 bitta. 2 3 bitta. 1 2 3 bitta. Bitta. 1 2 3 va bitta. Normalniy chiqdi. Endi 1 2 3 1 2 bo'lsa 'Amal. Qo'yib berdim endi nima qilay? Qo'yib bergan bo'lsam nima qilay? Yuqol poliz ustidan ittacha nimaga qilding? Qani sabzi? Sraz ekib qo'ysa bo'lib yemoqda shotdi-ku. Sam parazitchi. Jim o'tir.
Sal texnika noto'g'ri ketibdi-da, jigarlar. Bo'lsa, bunday qilsak, shuni, bir, ikki, bunday qilsak, bunday sal chalkash ketdi-yu, nu bo'laveradi. Bunday, Xo'sh, like va obuna bosib qo'yinglar jigarlar, tezda. Sizlar uchun albatta shunaqa zo'r kontentlar qilyapman. Uxlamasdan soat nechaligini afsuski ko'rsata olmayman. Chunki juda ham qorong'i. Buni men nechinchidir noyabrda olman, lekin afsuski ayta olmayman. Fevralda olman. Ramazon dindinga ertaga albatta hammalar roza tutinglar. Aql o'rgatgan bo'lsam uzr. Biz aytgancha mana bu fermani tugatdik. Yo'q, bu ferma boshqa ferma. Xayolimda boshqa narsa qilganimda buldani krasovka. Mana nashadir daraxtga joy qoldi. Ham videomiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Videomiz tugadi. Bo'ldi. Hozir spam qilib xayrlashamiz sizlar bilan. Bo'ldi, qochib tur sahnamiz olsa. Qarovchi jigarlarim, bugungi hikoyalarimizdan bittasi shu bo'ldi. Bugungi sarguzashtlarimiz shulardan iborat edi. Biz qancha narsalarni qurdik, qancha marta o'ldik, qancha kulgili vaziyatlar bo'ldi. Hammalardan rahmat, vaqtingizni ajratib ko'rganingiz uchun va kanalga obuna va videomizga like bosib qo'yinglar. Chunki hammasi oldinda. Xayr, obuna bo'lib like bosib qo'y, negr.